Kechasida uxlamagan shekilli. ishtirokchimizni sahnaga taklif etamiz. Shoira Zikrullayeva, Sirdaryo viloyati. Assalomu alaykum. Avvalambor ustozlar. Raqam tanlang. 15 raqam. Diqqat qiling. Oldiniga katta nabiralari chiqdi. Xo'p o'yinlar ko'rsatishdi, bog'lab yurishdi, arqonlarini yog'lab yurishdi. Har kindikda taysallab nag'malar qilishdi. Chig'iriqqa chiqib chirpirashdi, olqish ustiga olqish yog'ildi. Yakunida 5 yashar nevarasi g'altak ipda o'rmalayotgan qumursqa yag'liq ko'tarildi. Yuqoriga chiqqanda faqat kiyimlari-yu langari ko'rindi. Go'yo osmonda odam emas, band bog'lagan cho'p harakat qilayotgandek. Hammaning diqqati cho'pda, hammaning diqqati bandda. Minglab nigohlar go'dakni o'ylaydi, avaylaydi. 1 daqiqa vaqt ketdi. Javob berishingiz mumkin. Bahodir Murod Ali Ko'kto'yliklar. Shu mening adashim yozgan shu kitob. Ha? Mening adashim yozgan shu kitob. Bahodir Murod Ali yozgan. U insonni tanir edim. Alloh rahmat. Qism o'tib ketdi. Shartlaysiz o'qiganmisiz? Albatta. O'qimasa qanday topish mumkin? Shunday bema'ni va mantiqsiz savollar ham beradimi? Hakamlar, rais. O'qimagan odam topa olmaydi-da. O'qiganmisiz deb so'rayapti. Qanaqa odam bu Bahodir Karimov? Davom eting. 2 daqiqa vaqt sharhlash uchun. Bahodir Murod Ali qalamiga mansub Ko'kto'yliklar romani hozirgi yaqingacha ham bosmachi deb e'tirof etilgan. Aslida milliy ozodlik harakatida ishtirokchi bo'lgan insonlar Asqar Alibek, Shomirzabek kabi inson yurt uchun o'z jonidan ketishga tayyor bo'lgan insonlar hayotiga bag'ishlangan. Asar boshida zarvaraqni zarvaraq qilgan o'sha Karvonsaroy tasviri bilan boshlanadi. Bosh qahramon Asqar Alibekni o'sha sho'rolar tomonidan hibsga olinishi, o'sha yerdagi o'z holatini taftish qilishi, nima uchun mana shu holatga biz tushib qoldik? Yurt uchun, el uchun jon kechdik. Hattoki Shomirzabekni o'ziga xat yozadi, aytadiki, o'sha biz birlashaylik deb Shomirzabekni o'zi xat yozganda ozgina g'ururga berilib qoladi-da, o'sha g'ururga berilish oqibatida hozir qo'shilishni ozgina cho'zadi, lekin qaytarib keyin o'zi yozganda Shomirzabekni o'zi uni qabul qilmaydi-da. Ustozi o'sha Umar Alibek qirg'iy bolani tasviri keladi. Qirg'iy o'sha onasi unga vasiyat qilgan bo'ladiki, yoningdagi o'sha qirg'iy boladan ehtiyot bo'l. Kimnidir yoningga do'st sifatida olyapsanmi? Yaxshilab o'ylab ko'r degan ular chiqadi. Bundan tashqari asarda Jaloliddin, Marks kabi obrazlar uchraydiki, bular o'zini o'sha manfaat yuzasidan sho'rolarga xizmat qiluvchi insonlar tasviri tasvirlangan. Asarning bugungi kundagi ahamiyati ham o'sha Shomirzabek Asqar bugun biz nima uchun O'zbekiston dedik? Ular bizni O'zbekiston so'zi bilan aldashdi. Aslida Turkiston deganimizda biz birlasha olganimizda mana shunday voqealar bo'lmas edi. Ko'kto'ylik voqeasi, tug'luqni aytadigan bo'lsak, o'z tug'luq voqeasi eslanadi. Nima uchun? O'z o'g'lini yurtdagi g'animlar uchun fido qila olgan insonlardan deyish mumkin-da. Xuddi shunday nima biz o'zimiz o'shalardek bo'la olmadik bugungi kunda degan xulosa kelib chiqadi. Bugungi kunda ulardagi o'sha ibrat oladigan insonlar hisoblanadi. Vaqtimiz tugadi. Yaxshi ko'rgan kasbi bilan, yaxshi ko'rgan mashg'ulot bilan shug'ullansa, u zavqlanadi. Misol uchun men ham hakamlarning yonida o'tirib juda zavqlanib ketaman. Baho qo'yishni. O'zim o'sha yerga chiqqanda hech narsa bilmay, onqovga o'xshab dovdirab qolishim mumkin. O'ziniki bo'ladi. Qayerda muammo? Abdulhamid Podsho shoira Zikrullayeva, sizni fikringizni eshitdik, lekin gapni boshidagi davom yaxshi, ma'qul. O'z vaqtida bosmachi deb e'tirof etilgan, bosmachi deb e'tirof etilmagan, bosmachi deb haqoratlangan. Ular o'zini yurtini, o'zini mamlakatini, o'zini xalqini, o'zini otasini, onasini, farzandini, tuprog'ini himoya qilgan ular vatanining qo'riqchilari bo'lgan. Agar shunday gapni bo'lsangiz, mazza qilar edim. Sal kayfiyatim buzildi, gapni e'tirof etilgan. Yaxshi narsa e'tirof etiladi. Go'zal narsa
va Bahodir Murodali degan yozuvchi mana shu tuproqning farzandi, andijonlik. Men so'radim, paxta obodlik ekan. Har holda siz aytgan o'sha Shomirza Bekmi, Umarali Bekmi, ehtimol mana shu joylarda ot choptirib yurgan. Menga hozir shunday bir assotsiatsiya keldi. O'sha mana shu joylarda, mana shu mamlakatning, mana shu yurtning, mana shu Andijonning, mana shu vodiyning ular bahodirlari bo'lgan. Millat qo'rqishlari haqida haqiqatan dastlab o'sha 90-yillarda bu yozilgan bo'lsa agar o'sha dastlab bosmachi deb atalib kelingan bizni bobolarimizni haqorat qilgan tushunchalarni o'zgartira boshlagan inson shu Bahodir Murodali bo'lgan. Juda yaxshi baholangan o'z vaqtida bu asar. Men sizga mamnuniyat bilan 86 ball qo'ydim. 86. 86. Shoirajon o'qigan kitobni inson masa qilib aytib berish kerak, yayrab aytib berish kerak. 87 ball. 87. Sizda umumiy ball 86 yu undan 3.